Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. So'nggi vaqtlarda o'zini jurnalist sifatida tanishtirib, ammo haqiqiy ommaviy axborot vositalari bilan hech qanday huquqiy bog'liqligi bo'lmagan ayrim shaxslar jamoat fikrini adashtirishga urinmoqda. Shulardan biri O'tkir Chorshambiyev. Ushbu shaxs ilgari rasmiy ommaviy axborot vositalari tahririyatida faoliyat yuritgan bo'lsa-da, hozirga qadar tahririyat tomonidan unga berilgan xizmat guvohnomasini ishdan bo'shatilganligiga qaramasdan qaytarmagan holda jurnalist niqobi ostida harakat qilib kelmoqda. Tahririyat rasmiy ravishda bayon qiladi. O'tkirbek Chorshambiyevning hozirgi faoliyati Haqiqat.uz ommaviy axborot vositalari bilan mutlaq bog'liq emas. Bu video haqiqat va soxtalikni ajratish, jamoatni xabardor etish maqsadida tayyorlandi. Mazkur videoda o'zini turli viloyat, tuman va shahar hokimliklari, vazirliklar, Davlat kadastrlar palatasi hamda Guliston shahridagi Sanoat qurilish banki kabi davlat idoralariga borib, tahririyatning hech qanday ruxsatsiz xizmat guvohnomasidan o'zini shaxsiy manfaati yo'lida foydalanib kelayotganligi, ammo tahririyat bilan hech qanday rasmiy aloqasi yo'q shaxs O'tkirbek Chorshambiyev haqida so'z boradi. Tahririyat endilikda rasmiy ravishda ma'lum qiladi, ushbu shaxs Haqiqat.uz tahririyati bilan hech qanday munosabat ega emas va xizmat guvohnomasini hamon qaytarmagan holda soxta jurnalist niqobi ostida ommaviy axborot vositalari faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Maqsad jamoatchilikni adashtirmaslik va haqiqiy jurnalistik faoliyatining obro'sini himoya qilishdir. Haqiqiy jurnalistika ishonch va mas'uliyatdir. Shuning barobarida aytib o'tishimiz muhimki, jurnalistik emas, soxta missiya. Haqiqiy jurnalistika jamiyat ishonchiga sazovor bo'ladi. Haqiqatdan chekingan har qanday faoliyat esa qonun va vijdon oldida javobgardir. Alo. Labay. Ha, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Labay, telefon qilibsiz? O'zi qilib qoldi ana u Haqiqat.uzdan o'zi. Siz ishdan bo'shagan ekansiz-ku. Tushunmadim. Haqiqat.uz rahbari telefon qilib qoldi o'zi. Sizni ishdan bo'shatishgan ekan-ku. Ya, men o'zi qarang opa, ana bozor cho'tki bo'ldi. Men u ishga ularga o'zi kirmoqchi emasdim. O'zlari men o'zi inson huquqlarida ishlayman-da, ana u inson huquqlari ombudsmani bilan hamkorlik, inson huquqlari huquqiy adliyada ro'yxatdan o'tgan, o'shalar bilan hamkorlikda ishlayman. Erkin ijodkorligimni ham qilaveraman. Ular meni haqiqatdan o'zi keling deb prasмотриза yaxshi, bu yaxshi deb o'zlari firlagat qilib men aytdim, oylik bermas, Alloh maxsus qilib oldi. Oylik bermasalaring menga kerak emas dedim, bo'shatib yubor. Men nima seni ishingga dedim, jonim bu yoqqa yuramanmi dedim. Nima ular hujjatini ko'rsatyapti, nima ular nomidan? Yo'q, hozir inson huquqlaridan kirdim-ku, registratsiyaga inson huquqlaridan yozdik-ku. Haqiqat.uzdan keldim dedingiz-ku. Tushunmadim. Haqiqat.uzdan keldim dedingiz-ku. Yo'q, qog'ozga inson huquqlaridan yozdi. Qog'oz ko'ring. Qog'ozni ham ko'rdim. U yerda turgan video kameraning yozuvini ham ko'rdim. Siz Haqiqat.uzdan keldim deb gaplashdingiz men bilan ham. Siz Haqiqat.uzdan keldim dedingiz. Yo'q, pastda qizlarga aytdim-ku. Men hozir guvohnomani Yo'q. Haqiqat.uzdan keldim dedingiz. Avval ham yozganman dedingiz. Menda anaqalardan ham turibdi. Bu yerdagi videoda ham turibdi. Oldin siz bilan yozishganmiz dedim, Telegramda ham yozishganmiz dedim. Haqiqatga qarang, bitta o'zim emasman-da. U yerda mingta guvoh bor, kameradagi yozuv bor. Haqiqat.uzdan keldim deb. Siz menda ham bor opajon. Menda ham bor. Menda ham turibdi o'sha. Menda ham. O sizlar uni olasizmi, buni olaman unda. Siz Haqiqat.uzdan deb keldingiz. Menda ham turibdi. Siz Haqiqat.uzdanman deb keldingiz-da, keyin bu yoqqa chiqqandan keyin men o'zimni nomimdan beraman dedingiz. Men aytdim, nimaga Haqiqat.uzning nomerini bering-chi dedim. Lekin hali telefon qilib ulgurmadim. Men aytdim-ku, o'zimni sizni primoy efirni ko'rib menga telefon qildi keyin. Kim? Rahbari. Qaysi rahbar? Haqiqat.uzdagi. Keyin sizga
talabnoma yuborgan ekan, o'shalarni ham tashladi. Ishdan bo'shatilgan haqidagi qog'ozlarni tashladi. Dokument kelib topshirib ket deganlarni tashladi yerda hammasini. Oylik bermasa nima kerak bor? Ularni ishini men. Yo'q, men u oylikka qiziqmayman. Menga farqi yo'q. Oylik olganmisiz, olmaganmisiz. Lekin siz haqiqat uzdanman deb keldingiz. Hozir men sizga o'sha anovlarni ham tashib beraman qog'ozini. Qo'ya registratsiya qilgan qog'ozni, nomerni tashib. O registratsiya hech narsa emas. Registratsiya hech narsa emas. Siz haqiqat uzdanman deb keldingiz. Meni qizlarimga telefon qildi. Ular 12-etajga haqiqat uzdanman deb siz men bilan ham gaplashdingiz. Siz yozsangiz men ham yozaman-ku, lekin siz nimaga shunaqa yolg'on aytib kelyapsiz? Nimaga bitta o'zingiz ishlamaydigan, bo'shab ketgan joyda dokumentlarni ko'tarib yuribsiz? Siz samozvaniylik qilib, sizga yaxshi bo'lmaydi. Siz shuni bilmaysizmi? Qizlaringiz aytdi, erkin ijodkor ekan dedi, jurnalist ekan dedi. Haqiqat uzdan ekan dedi. Hech qanaqa erkin ijodkor ekan degan yo'q. Yo'q. Jurnalist so'rayapti deb siz bilan gaplashdik. Oldimda telefon qildi. Yo'q. Haqiqat uzdan ekan dedi. Oldingizga chiqaman, oldingizga chiqaman, gaplashamiz dedim. Telefonda gaplashdim siz. Oldingizga chiqaman, gaplashamasiz. Haqiqat uzdanman dedi. Nima asos dedim. Undan keyin oldingizga chiqdim men sizga. Men bilaman, men xayolim joyida oldimga chiqsangiz bilaman. Lekin haqiqat uzdanman deb keldingiz. Keyin oxirida aytdingiz, men haqiqat uzdanman, lekin o'zimdan raqamdan beraman dedingiz. O'zim kanalim nomidan beraman dedim-da. O'zim kanalim nomidan beraman dedim. Uni keyin aytdingiz. Uni chiqib ketganingizdan keyin aytdingiz. Bu yerda aytganingiz yo'q. Men buni ishlarga hamma yoqqa berdim. Tushunmadim. Hamma hujjatlaringizni siz ishdan bo'shatilganingiz, lekin shunaqa bo'lib kelgan, men berdim. Men ham o'zimdan o'zim ko'raman. Hammani siz bilan shug'ullanishyapti. Agar sizniki haq bo'lsa, anaqa, agar samozvaniylik bo'lsangiz, unda boshqacha gaplashiladi. Boshqa iloji yo'q. Bemalol anaqa qilib yotibsiz, lekin boshqa ishdan bo'shagan joyingiz nomini sotib yurish u yaxshi ish emas lekin. Siz jurnalist emassiz-ku. Qayerda tugatgan? Qaysi jurnalistikani tugatgan? Milliy tugatganman 2014. Qaysi fakultetda? Jurnalistika fakultetini bitirganman. Mana o'sha milliy tugatganman. Shunaqa soxta hujjatlar bilan yurish mumkin emasligini, soxta anovlar bilan o'rgatishmaganmi? Tushunmadim. Ishdan bo'shab ketgan joyda, masalan, men televideniyada ishlaganman. Ishdan bo'shab ketayotganda hujjatimni topshirib ketganman. Hech qayerda boshqa televideniyada ishlayman deb aytmaganman. Televideniyada ishlaganman deb aytganman. Asalaga ham shunaqa narsalarni o'rgatmaydimi? Men registratsiya qildirdim. Registratsiya raqamlari ham. Registratsiya ne prichon? Siz aytgan gapingiz prichon menga hozir. Siz haqiqat o'z nomidan keldingiz. Registratsiya masalasi u oxirgi masala, registratsiya masalasi. Siz qo'lingizga ko'tarib yurgan hujjatingiz, aytgan gapingiz muhim. Qo'limga ko'tarib yurgan? Qo'limga? Hujjat topshirmagan ekansiz, haqiqat o'z nomidan yuribsiz. Guvohnoma registratsiya. Guvohnoma registratsiya. Sirdaryolarga ham anaqa berildi, o'sha yerlarga ham bozorlarga nimalar kirib yurgan ekansiz-ku. Sizni monitoring qilishayotgan ekan o'zi asli. Qayerda yuribsiz, nima deyapsiz, qanaqa. O'sha uchun aytdim-da, men har bir gapingiz, har bir qadamingiz uchun o'z javob berasiz dedim-ku. Albatta. Ijodingizga baraka. Endi shug'ullanishyapti, hamma joyda nimani isbotlash kerak bo'ladi. Men ham hamma yozuvlarni, hamma narsalarni berdim. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Barcha davlat idoralari va jamoat tashkilotlari, mahalliy hokimiyat va huquqni muhofaza qiluvchi organ idoralari hamda fuqarolar diqqatiga shuni ma'lum qilamizki,
1987-yil 30-may kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida tug'ilgan oilali fuqaro Chorshambiyev O'tkir Hakimovich haqida quyidagilarni rasman bayon qilamiz. Ushbu shaxs jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining 2022-yil 21-iyuldagi hukmiga asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bo'yicha 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyinchalik Muborak tuman sudining 2023-yil 14-noyabrdagi ajrimiga muvofiq Jinoyat kodeksining 74-moddasi asosida jazo turi o'zgartirilib, axloq tuzatish ishlari sifatida belgilangan. 2024-yil 8-apreldan Toshkent shahar Yunusobod tumani Ichki ishlar bo'limi propitsiya bo'limi hisobiga ijroga olingan. Shu holatga qaramasdan ushbu shaxs 2025-yil 15-iyul kuni Haqiqat.uz tahririyatida onlayn maxsus muxbir sifatida ishga qabul qilingan, ammo u mehnat shartnomasi va xizmat vazifalarini bajarishda qator qoidalarni buzganligi, tahririyat nomidan ruxsatsiz chiqishlari, turli bank va idoralarga borib, o'zining O'tkirbek Chorshambiyev YouTube kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli efir va video chiqishlar qilganligi va rasmiy ommaviy axborot vositalari Haqiqat.uz tahririyati tomonidan xodimga berilgan xizmat guvohnomasidan shaxsiy manfaati yo'lida foydalanib kelganligi sababli 2025-yil 22-avgust kuni ichki tekshiruv natijasida ishdan ozod etilgan. Shuningdek, 2025-yil 3-sentyabrda tahririyat Ichki ishlar vaziriga rasmiy tartibda murojaat qilib, mazkur shaxsga berilgan xizmat guvohnomasini qaytarib olish bo'yicha iltimosnoma yuborgan bo'lsa-da, hozirgacha unga nisbatan hech qanday ichki ishlar vazirligi va Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limi propitsiya bo'limi ham qonuniy chora ko'rib chiqishni ta'minlamagan. Barcha davlat idoralari va jamoat tashkilotlari, mahalliy hokimiyat va fuqarolarga murojaat qilamiz. Agar ushbu shaxs Chorshambiyev O'tkir Hakimovich sizga yoki tashkilotingizga o'zini Haqiqat.uz jurnalisti sifatida tanishtirib, murojaat yoki jonli efir bilan chiqsa, darhol quyidagi raqamlar orqali tahririyatga xabar bering. Soxta jurnalist niqobidagi blogerlar faoliyatiga ishonmang. Ushbu shaxs O'tkirbek Chorshambiyev hozirda axloq tuzatish ishlari jazosini o'tayotgan mahkum hisoblanadi. Haqiqat.uz axborot portali tahririyati o'z faoliyatida qonun ustuvorligi, xolislik va ochiqlik tamoyillariga amal qiladi. Shu bilan birga ayrim shaxslar rasmiy ommaviy axborot vositalari nomi orqali shaxsiy manfaatini ko'zlab soxta axborot tarqatish, fuqarolar ishonchiga kirish yoki davlat idoralari nomidan harakat qilish holatlari tahririyat diqqatiga tushdi. Bu kabi holatlar jurnalistik etikaga, qonunchilikka va jamoatchilik ishonchiga ziddir. Agar soxta jurnalist niqobidagi shaxs O'tkirbek Chorshambiyev biror bir davlat idorasi va mahalliy hokimliklarga Haqiqat.uz jurnalisti yoki maxsus muxbiri sifatida o'zini tanishtirsa, bu haqda darhol tahririyatga xabar bering. Haqiqat.uz tahririyati mamlakatimizdagi islohotlar va qonun ustuvorligini qo'llab-quvvatlagan holda haqqoniy axborot yetkazishni o'z oldiga asosiy vazifa qilib qo'ygan. Hozir Sirdaryo viloyati Guliston shahar SQB qurilish bankidamiz. Ya'ni rahbarlaringiz bormi? Rahbarlaringiz bilan suhbatlasak bo'ladimi? Men Haqiqat.uz axborot portalidan O'tkirbek ismim. Toshkentdan keldim, bu yerda bir tadbirkorlik holati bo'yicha sudga keldik. Hozir jarayonlar tugadi. Haqiqat.uz axborot portalidanman. O'qidi. Men dollarni qarshi bo'lmasangiz, bu holat suhbat jarayonini video tasvirga ochiqlik, shaffoflik prezidentimiz konstitutsiyada ham belgilab qo'ygan bu narsa. Ochiqlik har bir tashkilot, davlat tashkiloti suhbat jarayoni. Men sizdan bir ortiqcha narsa so'ramayman, ortiqcha narsa talab qilmayman. Sizdan mendan ortiqcha narsa so'ramayapti. Shuning uchun video tasvirda xolis bo'lib gapirishaylik demoqchiman. Qarshi bo'lmasangiz albatta. Xolisiz, mana siz ham kamerangiz olib turibdi. Men mana dollar qilib bering deyman. 65 ming so'm to'laysiz deyapti. Qaysi qonunga asosan men to'lashim kerak? Men hozir Markaz bankka ham boraman. Bu yerda Markaz banki, Respublika Markaz bankka ham boraman. 65 ming so'm to'laysiz deyapti. Mana men ovozi ham bor menda. Qo'yib beraman. O'tkirbek ismi. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Akajon, qarang, bitta muammo bo'pti. Men dollarim bor. Dollarni, ha. Shunaqa desam, yo'q deydi, almashtirib solaylik.
almashtirmayman, 65 ming to'laysiz. Men nimaga 65 ming to'layman? Gap 65 ming emas. Nimaga to'layman men? Ha, sizga asosli hujjat kerak. Asoslab bersin menga. Yo'q, bundayda. Yaroqsiz emasmi? Yo'q. Qani bitta ko'rik. Ber mana. Kurs bo'yicha sotasiz. Hop. Mana masala yo'q aka. Olaveram. O'z birga olsangiz, men olmang, birga ol. Mana birga suhbatlashayotgan joyimizda. Birga ikkalamiz yuzimiz ko'rishimiz. Shuni mana yo qarang mana ko'rsak, mayli. men o'rnatilgan tartibda men sudga murojaat qilaman. Meni shaxsiy ma'lumotlarim chiqarganligi uchun. Shaxsiy ma'lumotingiz chiqmayapti bu yerda. Siz suhbatlashyapmiz. Siz Dollaringizda aka qarang, hozir men O'zbekiston ahli bizga Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan Paxtazor Mefiyadan yashovchi Nurmanova Marg'ub Vafodan tushgan murojaat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Mustaqil Jurnalist bloglar matbuot markazi o'rganish o'tkazdi. Men o'z munosabatimni bildirmoqchiman ushbu holatga. O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Mustaqil Jurnalist bloglar matbuot markazi bloger jurnalist sifatida o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston ahli, muhtaram prezident. O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Mustaqil Jurnalist va bloggerlar matbuot markazi O'tkir Chorshanbekman.